Bu videoda Pinterest'da g'oya va mijozlarni qanday topish mumkinligi haqida o'rganamiz. Pinterest bu deyarli har qanday mavzuda minglab chiroyli suratlar va rasmlarni topish mumkin bo'lgan ijtimoiy tarmoq. Har oy Pinterestga 100 millionlab foydalanuvchilar tashrif buyuradi. Ammo ko'plab SMM mutaxassislar bu tarmoqqa e'tibor bermaydi yoki unda biznesni qanday targ'ib qilishni bilmaydi. Pinterest bu foto hosting bo'lib, unda tasvir va videolarni ko'rish hamda to'plamlarga qo'shish mumkin. Foydalanuvchilar saytda o'z kontentlarini joylashadi. Keyinchalik uni istalgan kishi kalit so'zlar orqali topib, o'z sahifasiga joylab olishi mumkin. Masalan, Pinterestda ko'pincha interyer g'oyalari izlanadi. Bunda mehmonxona yoki oshxona dizaynlariga oid referenslar tanlab olinadi. Pinterestda masalan mavjud Google akkaunti yoki elektron pochta orqali ro'yxatdan o'tish 1 daqiqa vaqt oladi. Platformaning mobil ilovasi ham, kompyuter uchun versiyasi ham mavjud. Pinterestda foydalanuvchilar nimalar qila oladi? Birinchidan, postlarni joylash va o'qish. Pinterestda postlar pin deb ataladi. Pin bu foto, video yoki gif bo'lishi mumkin. Muallif unga sarlavha, izoh, hashtag va saytga havola qo'shishi mumkin. Agar pinda mahsulot aks etgan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri buyurtma berish sahifasiga o'tish havolasi ham qo'yiladi. Foydalanuvchi pinda izohni o'qishi, tanloviga saqlab qo'yishi yoki havola orqali saytga o'tishi mumkin. Ikkinchisi, rasmlar qidirish. Pinterest bosh sahifasida qidiruv oynasi mavjud bo'lib, deyarli har qanday so'rov bo'yicha yuzlab, ba'zan minglab pinlar chiqaradi. Tizim foydalanuvchi nimani qidirganini eslab qoladi va vaqt o'tishi bilan bosh sahifadagi kontentni uning qiziqishlariga moslashtiradi. Uchinchisi, to'plamlarni yaratish. Yoqqan postlarni doskalarga saqlash mumkin. Doska bu tematik papka bo'lib, unda o'z xabarlaringizni ham, boshqalarnikini ham saqlash mumkin. Doskalar ikki vazifani bajaradi. Yoqqan pinlarni saqlash va boshqa foydalanuvchilarga sizning kontentingizni tushunarli ko'rinishda ko'rsatish. To'rtinchisi, maxfiylik sozlamalari. Doskalarni umumiy yoki shaxsiy qilish mumkin. Beshinchisi, obuna bo'lish. Pinterest foydalanuvchilari, ya'ni pinnerlar bir-birlarining akkauntiga yoki doskalariga obuna bo'lishlari mumkin. Agar siz doskaga obuna bo'lsangiz, pinnerning barcha kontentini emas, balki faqat o'sha doskadagi yangi pinlarni ko'rasiz. Oltinchisi, Pinterest auditoriyasi. Har oyda platformadan 700 dan ortiq foydalanuvchi foydalanadi. Ulardan 79,5% ayollar, 17,6% esa erkaklar tashkil etadi. Pinterestdan foydalanuvchi 10 ta yetakchi mamlakatlarga quyidagilar kiradi: AQSh, Braziliya, Meksika, Germaniya, Fransiya, Buyuk Britaniya, Kanada, Ispaniya, Kolumbiya, Italiya. Eng katta foydalanuvchilar jinsi va yoshi bo'yicha 24 yoshdan 34 yoshgacha bo'lgan ayollar bo'lib, ular umumiy auditoriyaning 28,4%ni tashkil qiladi. Biz Pinterestda akkaunt yuritayotgan tadbirkorlar va marketologlar bilan suhbatlashdik va ular buni nima uchun qilishlarini aniqladik. Saytga to'g'ridan-to'g'ri havolalar va kompaniya logotipini joylash mumkin. Ko'plab boshqa platformalardan farqli ravishda Pinterest tashqi resurslarga havolalarni deyarli cheklamaydi. Siz kompaniya sayti va marketplace'ga olib boradigan havolalarni bemalol joylashingiz mumkin. Bundan tashqari o'z saytingizda Pin it tugmasini qo'yishingiz mumkin. Shunda tashrif buyuruvchilar yoqqan suratni to'g'ridan-to'g'ri o'z Pinterest akkauntiga yuklab olishlari mumkin. Brend tanilishini oshirish uchun logotip qo'shish kerak. Biznes akkauntlarda pinlarga logotip qo'shish imkoniyati mavjud. Bu mexanizm brendni ko'proq tanitishga yordam beradi. Pin qanchalik ko'p bo'lsa, qamrov ham shunchalik katta bo'ladi. Trafikka ega bo'lish uchun obunachilar shart emas. Pinterest algoritmlari kontentlarni ilgari surishda layklar va obunachilar soniga bog'lanmagan. Muhimi, pin kerakli kalit so'zlarni o'z ichiga olishi kerak. Shunda kontentni izlashga mos so'z kiritgan barcha obunachilar ko'ra oladi. Pinlar qidiruv tizimlarida ham indekslanadi. Masalan, Google'da ham ular chiqishi mumkin. Bu esa auditoriyani kengaytirishda yordam beradi. Pinlarda mavsumiylik mavjud. Masalan, plyajda rasmga tushish g'oyalari yoki yangi yil archasi kabi so'rovlar ma'lum bir muddatda mashhur bo'ladi. Shunga qaramay, platformadagi auditoriya asosan ingliz tilida so'zlashuvchilardan iborat bo'lsa ham, Pinterestda o'zbek biznesini targ'ib qilish maqsadga muvofiqligini inkor etib bo'lmaydi. Hatto kichik auditoriya segmenti bilan ishlash ham brendning tanilishini oshirishi va savdolarni ko'paytirishi mumkin.
Pinterest foydalanuvchilari uchun kontentingiz qiziqarli ekanini qanday tushunish mumkin? Agar mahsulot yoki xizmatingizni chiroyli videolar va suratlar orqali ko'rsatish imkoniyati bo'lsa, demak uni Pinterestda targ'ib qilsa bo'ladi. Turli mamlakatlar auditoriyasi orasida mashhur bo'lgan mavzularni Pinterest Trends bo'limida kuzatish mumkin. U yerda vaqt, mamlakat va mavzu bo'yicha filtrlash imkoniyati bor. Masalan, AQShda oktyabr oyida foydalanuvchilar ko'proq Halloween manikuri, kuzgi obrazlar va qovoqli bezaklar g'oyalari bo'yicha pinlarni qidirishgan. Pinterest Trends hamma davlatlar bo'yicha ma'lumotlar bermaydi. Xizmat faqat yetakchi mamlakatlar statistikasi va bir necha davlatlarni birlashtiruvchi hududlar, masalan Skandinaviya va Sharqiy Yevropa bo'yicha ko'rsatkichlarni taqdim etadi. Pinterest har yili turli yo'nalishdagi trendlar prognozini ham e'lon qiladi. Platformaning o'z ma'lumotlariga ko'ra, bu bashoratlarning 80% to'g'ri chiqadi. O'zi qaysi brendlar uchun Pinterest mos keladi? Pinterest bu matnlar uchun emas, balki vizual kontent uchun yaratilgan maydondir. Shu sababli u mahsulot yoki xizmatini chiroyli suratlar orqali namoyish qila oladigan brendlar uchun juda mos. Bu masalan kiyim-kechaklar, qo'l mehnati buyumlari, kosmetika, taomlar, ta'mirlash va interyer dizayni, floristika, sayohatlar, to'y va bayram tadbirlari bo'lishi mumkin. Asosiy lifehack haqiqatdan ham jozibador kontentni joylashtirish. Shunda pinni ko'plab foydalanuvchilar saqlab olish ehtimoli yuqori bo'ladi. Shuningdek, marketing nuqtai nazaridan faqat chiroyli vizual tayyorlashning o'zi yetarli bo'lmasligini unutmaslik lozim. Pin nafaqat estetik jihatdan chiroyli bo'lishi, balki asosiy vazifasini, ya'ni sotishni ham bajarishi kerak. Postlar qanday qilinadi va hashtag qanday qo'shiladi? Pinterestda foto, gif yoki videolarni joylashtirish mumkin. Har bir pinni joylashtirishdan oldin nom, ta'rif va mavzuga oid teglar qo'shish lozim. Teglarni maxsus satrga chiqarish mumkin. Ularni faqat foydalanuvchilar ko'rmaydi. Agar hashtaglar ta'rifda berilsa, ularga bosish mumkin bo'ladi. Pinga, masalan, tovar sahifasiga havola qo'yish yoki suratga kompaniya logotipini joylashtirish mumkin. Pinlarni doskalarda joylashtirish nima uchun kerak? Agar siz Pinterestda kontentni faol joylashtirsangiz, pinlarni alohida doskalarga birlashtirishingiz mumkin. Bu foydalanuvchilarga sahifangizda kerakli mavzuni osonroq topishga yordam beradi. Doska katalog yoki turli loyihalardan iborat portfel vazifasini bajarishi mumkin. Agar doskada ko'p ko'rilgan pinlar mavjud bo'lsa, ular boshqa foydalanuvchilarning tavsiyalarida ham ko'rinish ehtimoli yuqori. Shu orqali ular sizning doskangizga o'tib, boshqa suratlar orasidan sizning piningizni ham ko'rishadi va uni o'zlariga saqlashlari mumkin bo'ladi. Shu sababli doskalarni avvalo o'z sohangizdagi trend mavzular bo'yicha yaratish va ularga nafaqat o'z pinlaringizni, balki boshqalarning ham pinlarini qo'shish tavsiya etiladi. Demak, agar biznesingizni ko'rsatadigan mahsulot yoki xizmatlaringiz bo'lsa, sizni Pinterestda kutamiz. Ko'rishguncha!